Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 22-mart sanasida do'stlar bahor gilosimiz eng cho'qqi 600 metr balandlikka qilganmiz do'stlar. Yaqinroq olib keling do'stlar. Gulni ko'ringlar bahor gilos. Eng ertaki gilos. Mana ko'rishlaringiz mumkin, chaman bo'lib gullayapti. 3 ga 6 sxemada qilganmiz, o'rtasiga realtoga solganmiz. Xudo xolasa mana giloslarimiz o'ta chiroyli bo'lgan, mana. Uzayotganda ham rahmat olsam inshaalloh Xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. O gulni qaranglar, havasga mana do'stlar. Tay vishnada Xudo xolasa mana ochilish rosa avjida. Rosa ochilgandan bitta qo'yib o'tamiz. Chunki mana realtor gullarimiz ham Xudo xolasa ko'ngil avjida. Gilosimizni yoshi 5 yasharlik. Xudo xolasa nechta pul sotilyapti, hamma nima qilaman. Baland qilib joylar ko'rsating, mana eng qirga qilganmiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Eng baland joyda. Mana uni ko'ringlar. Xudo xolasa mehnatlar tashlab o'tamiz. Mehnatlarga bitta like bosib qo'yamiz. Gilosdan boq qilaman deydiganlar. Kuzgi ko'chatini ko'paytirib qo'yganmiz. 8 so'm navlab aloqaga chiqib o'rasizlar.